Mana Said akani oldiga keldik bilan dadamni uylantiraman desam uylanmayman deyapti akalar. Birorta bir necha yosh bo'lish kerak? Bir 65 yosh. Estağfurullah. 30 yosh bo'lsa bo'ladi. 30 yosh kichkina bo'lsa kerak. 30 yosh. 30 yosh endi tug'adigan bo'ladi-da, Alloh quvvat. 30 yosh uylanmayman deydi. Bitta yosh katta xotin topsam bu deydi yosh katta ekan. Ha endi sizni yoshingiz ham kichkina emas-ku, 70 ku. 70 bo'lsa bu meni 30 yosh kichik bo'lishi kerak endi. Hech yo'q bir 55 yosh. Voy, estağfurullah. 55 yoshga bunaqa. 35 bo'lsa mayli. 35 ham normal. Kichkinami 35 da. Cho'miltirish kerak, mana belim qolash kerak, oyog'im qolash kerak. Ha 55 yoshi ham qolaveradi. Qaramaydi u, qaramaydi. Do'stlar, necha yoshlik kerak? Dadam yozib qo'yinglar, bitta kommentga.